bizni ata-onamiz tunishtirgan. Men ata-onamning zo'ri bilan uni bilan to'y qilgandim. Shunday bo'lsa men uni yaxshi o'tib keta olayman. Yaxshi ayol, munavvar ona bo'lma deb belbog'lagan. Afsus. Men shuncha bardoshlik bergan bo'lsam-mu, bu oilani qo'g'dab qilish uchun shuncha tirishchilik ko'rsatsam-mu, men yana mag'lub bo'ldim. Ben o'zimning nimishqa bunday qismatga duchor bo'lganligimni, nimani xato qilganligimni ta hozirga tushunmayman Azmat. Ben bu haqiqatni faqat qabul qilolmadim. Necha qatim o'lib olishni o'yladim. Lekin har qatim o'sha bechor ota-onam ko'z oldiga kelib edi. Qat'iy jur'at qilolmadim. Chunki men bilib turibdim. Ota-onam mendan bek azoblanib. Men bu gaplarni ota-onamga hargiz deyamayman. Men ular uchun bo'lsa-mu, oldimga qarab yaxshi yashashim kerak. Bo'g'liq bo'ldi. Hamma ish o'tib ketdi. Men uning meni bosga emas yo'lga mahkum qilgandan xushal Azmat. Bu ishlarni biroq bilgan bo'lsam. Boy turibki bakarak ustirdi ekanman. Azmat. Rahmat demam bo'ldi. Ko'ring qamoqil. Ondan yıl buradan boyak deydiğin bolsa, kögülük onu göster.
Ondan Şu qo'rqib chiqib ketdi. Qichib ketdi. Ha. Shuning bilan Nigardan oldida qahramon obrazdan birini tikib oldingligini. Shu ishlardan keyin o'y ketmagansan? Chiqqandan keyin Nigar tomoq taklif qildi. O ko'ngilni yonda o'g'lonmadi-da. Voy yandamaysa. Sen shu shunday dishini saqlab turgan bo'g'aytdan aqcha. Asta. Xo'psan deydi. Do'stiga shunday bo'ladiki. Tomoqni birga yeydi ekansan. Dad do'stdan tatidi ekansan. Sen bilmandek. Buna do'stlik denda. Buna do'stlik demaysan, muhabbat deysan, muhabbat. Muhabbat deb ketgan olmas. Ha, yana-chi. Mushuni mendan yoshiramsizmi? Voy, gap nima? Ha. Onun yılıqı mexochi, undaq bir to'xtab qastizg'anlar jazdalan yapiribsan-ku. Ya, yo'q-ku shu aytmagan. Yo'q necap nigar qilib turib muhabbat ekansan. Mashina olmam savol. Ma'qul. Uningga ma'qul Asmatjon. Menchi Asmat. Sening uningga bageldiran hargiz o'tirchish asbobi mashina ishtirgan narsalar emas. Nimamsan? Bexatarlik. Qanday tushunaman? Bu bexatarlik tuyg'usi muhabbat ba'dan sendika. Oldi bor, meni shimni qo'yib seniki keldi. Ha. Shunga olsam sen bilan ko'rsatchaman. Ha, kerakdi. Oldi deganda shu deb o'tdim. Voy ya. So'q salomni berib ketibsan biroz. Voy bo'ldi bu gapni qilib ayrim deyshaylar, ayrim. Mana muzik chalaylik. Voy qo'pa. Keyin deb birsizmi? Ha, deb birim. Qo'pa bo'ladi. Nigar qiz, anglasam pikavınızını bek bexatar o'tib ketdi deydi-ku. Bildiğiniz bek köp o'p bardı sanam qiz. Ha, bo'ldi ya. Gapni o'ynatmayding ha. Azmat bilan taraqq qilib nagirek keldinglar. Anglasam tuzsizlik bo'yicha taraqq etibsizlar. Bek köp o'ylab ketibsiz ardishim. Biz odatdagi do'stlardim. Voy. Hey, to'l yasalmoq qilmay nim bo'pti? Azmatmi shunday yaxshi bo'lgan-ku? Ish qilib boshqalarga ko'ngil bo'lishni yaxshi biladi ekan. Ko'ngil bo'lishni inson bir ish esimga qoldi qara. Tunugün Azmat bilan mashinaga olgan narsalarni elib kelganda bizga bir uchrab qoldi. Kim u bilamsa? Kim? Asim. Voy, u qaysi yuzi bilan senga gap qildi ekan? Nimagizda aytdi? Yan mendan pul undirgilik yapdi. Ashad men bo'za qilib tatqishlab жүргәнде. Azmat kelib uni aytdi. Hanim bo'lsa, yurkim joyiga tushdi. Azmatning unda mahoratlarim bor ekan. Ish qilib Asim Azmatdan qo'rqib ketib ketdi. Oy. Ishqchi Nigar. Qaramamsa, mushu Azmat ishqinlarni men qarsam yo'li birdekla. Qaramamsa, mana ishqinlar to'sib qoldinglar. Ha, mening gapimni demay siz Adil bilan qandaroq qarsam shunchalik yaxshi do'st bo'lib ketganda-ku. Adash, Adil haqiqatan bek yaxshi bola. Men bu qitim rostdan bek qo'rqib ketdim. Mening ko'ngil yaram texicha yaxshi bo'lgan yo'q. Men bu ishlarni qachon yaxshi bitganini texim uqmayman. Shu men hozirgidek bu holatimda bir odamni qabul qilib, Adilning bir mumkin emas ish qilib taklifni qabul qilolmayman. Ko'nglim tushunaman Adash, haqiqatan oson emas. Ish qilib mening beshimga bu ishlar kelgandan keyin ayni vaqtda sening qanchalik ko'p ishlarga bardoshlik qilib berganingni, sening zot qanchalik qaysarligingni shu chog'da rost uqdim. Boshqa kelgan botir bo'lib ketgansan Adash. Taqdirga oid ba'zida sen xili eg'ir chaqchaqlarni qilib qo'ydi ekan. Lekin yana sen xil umidlarni berdi ekan. Sen bir qaysar qiz. Sen ish nima? Sen bir reallikqa dadil yuzlanaysan dishim. Adil yaxshi yigit. Menimcha Adil o'ylashib baqsam, uni bek sovutib qo'yma.
Mening sen onunla chiqim baxtli o'talaysa deb o'ylayman. Bizning yeshimizmi kichik emas. Yaxshi o'ylashqin. Uning ustiga oyoq zapamı sen uchun oldirayotdi. Buni Güzel Nurga. Vay Güzel Nur, qanday ahvoling? Yaxshi. Texich o'ttaga o'xshamamsa? Voy samak turib ketgan o'xshamamsa, qara da'vatgan gapini. Albatta shunday bo'ldi-da. O'rnimizdan turib ketmasak, yildiz tatib ketadigan gap bor deyman. Rosma? Hey adash, sizlarga desam bog'u, men yakshanba kuni Janubiy bog'chada to'y marosim qilmoqchi qara. Bugun mushu tutadigan uyimizga akayganti. Bek chiroyli pizi bitibdi. Ay ajallanganligimga gap to'g'ri kelmaydi. Hey, men sanam ishkanlar kelib, men bir to'yning maslahatini qilsaq bo'ldi. Shuni bir vaqt chiqaringlar. İşim bor demajimi? İşim bor dema. Bekor do'stlikdan kecha yetmas seningdan. Ma'qul adash. Amdi san xabar qilib bo'ldim, amdi vaqo. Sanamga bir xabar qilib o'tay. Voy bo'ldi, sanam mening yonimda. Men o'zim sanamga yetkazib qo'yay. Ha, xabar topdinglar unda olsa, kepinglar gap. Cho'qim ko'rishimiz. Ha, ma'qul. Ma'qul xo'sh. Bo'ldi, ma'qul xo'sh. Güzel Nurga. Oy, uyan to'y qilamdi ekan. Hey, ne cins solib ketdi ona? 1, 2. Bu xetimimiz 3-cisi. Biz o'tiraylikmi shunda? O'tiraylik. Sen bir qitim, men bir qitimmi yo'q dexe. 3-cisi tegib qoldi. O'tiraveramizlar bu yerda deb sonliq qilyapti. Rost yomon biz. Asash to'yib berishni unutib qolmaylik. Uy borimiz, bormay bulamdi. Sen o'zim xabar qilib qo'yma deb qo'ysam bo'ldi deydi. Ma'qul edi. Biz rostla chaqan tutish qilmasak bo'lmabdi-jimi? Hey adash, nigarda kelmay. Ha, shu nigarda uzundan soat ne çok ketdi? Yaqin do'stimmiz sen? Yo'q, kimdir vaqt do'stim hozir kelgan, am keyin so'maydi. Nigar, quda nakazim. Shundaymi? Voy men Beksat bo'ldi kechikib qoldim. Men mana yaxshi turdimmi? Ma ishim faqat bo'lmadi juma adash seniki. Adash. Beksat bo'ldi. Muborak bo'lsin. Rahmat, adashim rahmat. Chiroyli qo'y ketibsa. Yi, men odatda chiroyli emasmidi? Odatim chiroyliqdan bugun texim chiroyli qo'y ketibsa. Ha, bunda deyna adash. Ha, nigarmi kap bo'pti, unda olsa, qizlarimiz yig'il bo'pti. Endi shu bugun meniki to'yimning maslahati bo'lib qoldi. Shuning men yiqinlarimni musoringa daxil qildim. Ha, endi men yandiki ayrimxonda meniki bo'g'is yo'ldishimningki maslahatchi bo'layotdi. Endi uning og'illarimi shunda bir-biridan kelishgan bo'lmasimi, qo'ldan ish keldiganlar toza bor. Ha, shuning uchun men qizlar to'yda menda tirnoqni tatlab, o'ttamay, bo'z shashiraq turib, menda oktivroq bo'lamiz. Bulamdi ya? Ha? Ha. Unda qilsa qanday ular bek oldiga chiqib olsak sat turamiz. Do'stroy jabga deb qolmamdi. Ey, bunda desanlar qanday oldu? Men erlar degandim, olimiz deganni ola olaylik ekan. Men qizlar tegimiz degan teganmamdi. Tigalaymiz. Ha, to'g'ri. Hammamiz tigalaymiz. Buning uchun men qizlarda ozroq bir dodillik va g'ayrat bo'lish kerak qizlar. Ha, men baxtmi uchun bizni oldimizga yugurib kelmaydi ekan. Men o'xshash oldiga yugurib borsanglar onadiki bo'ldi ekan. Ey, bunda o'ttasanglar. Agim deganmigidaksizlar. Baxtli bo'l, muvaffaqiyatshnos do'stim. Rahmat adash. Bo'l, muvaffaqiyatshnos do'stim. Rahmat. Hey, amaliyotda mush bir ayolning yo'ldishdan kutadiğini, hergiz bu mush malikalardek bundaq rahat farog'atda yashaydigan turmush emas. Balki mush erlarningki kuyinishi, ular ko'ngil bilishi, ular bexatarlik tuyg'usi berishdan iborat bo'ldi ekan. Endi mushu ayollarga kuyingan mush erlarningki, shularga kuyinishdan ayollar o'zini aytib bir baxtli hisoblaydi ekan deb o'ylab qoldim. Bo'libmi, men mushu alqanni uchratgandan buyon o'zim nayt baxtli his qilib qoldim. Chunki uning men kuyinishlardan, ko'ngil bilishlardan men haqiqiy baxtni topgandek his qilib qoldim. Shuningga men uning bilan qanday chapalantasam men rozi deyman adash. Baxtli bo'lgin do'stim. Rahmat. Sana bas qo'tmajmo do'stim. Baxtli bo'lib ketding. Rahmat jinim do'stlarim. Yaxshimsizlar? Sanam qiz degan qaysinglar? Bortman gudingiz ketdi ekan. Az bo'lsin-mi ko'nglim do'stim. Rahmat jinim do'stlarim, rahmat.
Meni mushunda xo'sh qilib ta'sirlantirib olsanglar qanday bo'ldi deyman. Biz sizlar uchun qo'shyapmiz adash. Rahmat. Mening sizlardan bir qo'shildigan kunlarim kelsa bo'ladi do'stlarim. O kunlar kep qoladi. Hey, to'ydan keyin bir hodiq choy beray. Uyga berib tos o'pdan mungshayli ya. Bo'ldi qila adash. Yana avar oldiga ishni qilamsa, sizning to'yingda ravrs xizmat qilish yo'limiz bor bizning. Bu avar oldigan nemish ba? To'ydan keyin cho'qim chaqirman-ku. Shu vaqtgacha uyda uyimni ko'rib olishimiz, o'pdan mungishimiz. Bo'ldi adash. Ay qizlar, Elinglar, elib o'tiranglar qizlar. Qandaq qısaq bula. Can, qandaq qısaq bula. Qandaq qısaq bula davatı mən. Oy, nem bo'ldi? Osma o'lib ketdimi? Onunla müce çoğun iş yüz beripti. Voy, shu nem bo'ldi tezroq demamsa? Nigar bago, Nigar bizden yoşurun. Voy, shu bizdan yo'shirin nima qilibdi? Tilingni chaynamay demamsa? O iyiliği biz iyilik toyğu mağan günü Nigar. Ey, yani tilingni chaynaydigansan chiqib ketaman juma. Şu günü bago, del şu günü. Ha. Nigar, hoyladı birisinden paranlaşıp durupdiken. Onu kimke dememsiz? Ha, kimga? Azimet. İyilik saran xotunun oğlu. Buni sen nereden bildin? Patemxandan anladım. İkisi paranlaşıp turganda Asım kelip Nigar'a qalayımqan gep qutgandoq. Şunun ben azimetçe onun urup haydi bitipdi. O Patemxan uning azimatligini nereden bildik ya? Vay ikisi uruşvatqanda Nigar bağı azimet özünüzü bisilden buldu qılanda vaqırapdı. Bu azimat degan soltak. Bu soltakdan xil o'g'lonlashib var ekan juma. Nimleni depşiresiz? Ma seçlikni qanday yığıştıramız davasım oğul balda etip. Ben size gidip koyay. Ben bağı Nigar'ın oğutunun oğluğa herkes vermeyim. Ey, o'zing kashkicha uni ag tegmamsa deb qoqshaysa, endi bir bilan bad keldi qilsa to'saysa, zodi bu Kim bilen arası meyli? Ben size gidip koyay kim bilen arası meyli, kim bilen toyuqsı meyli. Lekin Nigar oğutunun oğlu bilen toyuqsa herkes bulmaydı. Bulması Nigar'ın kekeşkini şu. ey, bu degan kon zaman bo'lmasa, ular to'yga oladimi, u qiynonisi bilan birga to'misa, Nigarga nim deb kun yo'q o'g'dak. Ey, anisi. Mush yoshlarning ishida bor-ku. Ashlarning rayiq azroq beqib qo'yaylik juma. Yok. Bulmaydı. Bu işte bağı benim degidim hesap. Bu işe ben herkes koşulmayım. Ondan sonra nima qilgin ekan shunda qila. Adaş, nimancha chiroyli qilib oldinglar bu uyni. Shosh o'zi bezabdikan bu o'ylarni bir qildiq. Bo'ldi ish qilib. Chiroyli. Qaranglar. Chiroyli ekan Nida. Ha, iyi. Ma uylar cho'texe. Bek chiroyli qilibsizlar adash. Hay adash yo'ldashing ko'rinmaydi-ku. U sirtqi chiqatdi. Bizni erkin ozada o'tiringlar deb bizga bu o'yin tashlab berdi deyman. Ajab satishibdi, xuddi qovlagandeklar. Uy, satish yo'qdek nemish ba? Uni bunday qilish normal-ku. Bu o'ychi bugun bizga qoldi. Sen shunda heves qotmaydim adash. Rahmat. Oxiri shunday yaxshi bir bola tegib oldim. Rahmat. Menga mushta baxtli etinglar adash. Qarsam yo'ldashim shunda tarbiya ko'rgan yaxshi bolaga. Baxtli bo'l. Rahmat atishim. Hey, lekin mening bu baxtim unda oson qo'lga kelmadi. Hey, men bir ta'sir qilgan bambukning hikoyasi bor. Sizlarga aytib beraymi?